Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli Registon TV muxlislari, aziz tomoshabinlar. Mana navbatdagi savol-javob ko'rsatuvini 43-sonida sizlar bilan yana ko'rishib turibmiz. Har doimgidek sizlardan kelgan savollarga va kelajak savollarga ustozimiz Obidxon domladan javob olishga harakat qilamiz. Xush kelibsiz ustoz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Yana tomoshabinlarga eslatamiz, sizlarni qiziqtirgan har qanday savollarni Registon RTV savollar botga jo'nata olasiz. Bu Telegram dasturi orqali. Ustoz, unda savollarga kirishamiz. Xo'p, birinchi savol shundan iborat ekan. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Savolim cashbacklar to'g'risida. Bir narsaga to'lasang, falon protsentini qaytaramiz deyishadi. Shu narsa halolmi? Javob uchun oldindan rahmat. Alloh rozi bo'lsin debdi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah va ala alihi va sahbihi wa ala. Allohumma yassirlatu. Assalomu alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. O'sha beradigan nimalar har xil bo'lar ekanda, bu o'sha cashback beradigan, shu bilan muomala qiladiganlar. Shuning uchun bir xil javob berilmas ekan bularga. Bir xil javob yo'q. Ya'ni har bitta tashkilotda alohida o'rganish kerak. O'sha o'zini muomalasida har xil riboviy narsa yo'qmi, shunga qarab javob beriladi. Ya'ni birdaniga hammasini ham bo'ladi deb bo'lmaydi yoki birdaniga hammasini ham bo'lmaydi deb bo'lmaydi. Rojihiylar bor, ya'ni halol nimalar bor, shular nima qiladigan, ular bo'ladi deyilibdi-da. O'zi cashback ma'lum miqdordagi naqd pulni sotib mushtariga qaytarib berish ekanda. Keyingi savol, kufr so'zini to'satdan gapirib yuborsa, bu so'zning kufr ekanligini bilsa, keyin tavba qilsa, tavbasi qabul bo'ladimi? Bilib gapirgan bo'lsa ham. Ya'ni kufr so'zini kufr ekanligini bilgan holatida, balki jahl ustida, balki qandaydir holatda gapirib yuborsa, إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. Sura Tavbada Alloh taolo aytayaptiki, o'sha jaholat bilan bilmasdan gunoh qilib qo'ygan. Bilmasdan deganda, ya'ni haromligini biladi, lekin uning orqasidan keladigan jazosini his qilmasdan degan ma'no ham kiradi. Xullas, inson joni chiqguncha, ya'ni joni shu bo'g'ziga tiqilguncha tavba qilsa, har qanday gunohni Alloh kechiradi. Ehtiyot bo'lish kerak. Kufr so'zini bilib bilmay gapirib qo'ygan odam zudlik bilan tezda tavba qilish kerak. Keyin o'sha iymoniga ehtiyot bo'lish kerak. Iymonga ehtiyot bo'lsa inson, ya'ni iymonning halovatini topadi-da. Iymonga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar-ku, ya'ni insonni o'sha dindan chiqishdan shunaqa qo'rqadi, shunaqa yomon ko'radi, dindan chiqib qolishni, xuddi olovga uloqtirilishni yomon ko'rganda. Masalan, sizni birov olovga uloqtirsa, o'shani yomon ko'rasiz-ku. Shunchalik yomon ko'ring diningizga bir narsa bo'lib qolishini. O'shanda iymon lazzatini topasiz. Alloh rasulining muhabbati shunaqa bo'lish kerak-da insonda, dinning muhabbati. O'shada ya'ni ham o'sha dunyosi uchun ham oxirat uchun bo'ladi shunda. Demak, bilib gapirgan bo'lsa ham, tavba qilsangiz albatta Alloh qabul qiladi. Shoshilish kerak faqat. Rahmat ustoz. Navbatdagi savol, Zud Mall onlayn do'kondan foizsiz bo'lib to'lashga narsa xarid qilsa bo'ladimi deb so'rabdi. Zud Mall qanaqa bilmayman, lekin nasiyaga olsa bo'ladi. Boshqa shartlar bo'lmasa, ya'ni to'lamay qolganda ko'paytiradi, boshqa shartlar bo'lmasa, nasiya uchun narxini baland qilib, ya'ni o'sha boshida kelishadi-da. Masalan, 10 so'mlik narsani 15 so'mga olish mumkin, 12 so'mga olish mumkin, 20 so'mga olish mumkin, kelishgani o'ziga qarab. Lekin bitta narx belgilaydi, o'shandan o'tkazmaydi. O'shunday qilib olsa bo'laveradi, zarari yo'q. Foizsiz debdi, demak. Foizsiz bo'lsa, o'sha shunday bo'ladi-da. Bo'laveradi, ya'ni nasiyaga qimmatroq bo'lgani u foiz degani emas u. Ya'ni tilda foiz deb aytilishi mumkin. Masalan, 100 so'mlik narsani nasiyaga sotsak, 120% qo'shamiz desa, masalan-da, u degani ribo emas u. Ya'ni o'sha nima deydik, nasiyaga olganiga qo'shganda, u zarari yo'q uni. Faqat aniqlab olish kerak. Naqd bilan nasiyani orasidagi farq bo'laveradi, zarari yo'q. Faqat o'sha bitta narxga kelish kerak, sobit bo'lish kerak o'z narx.
o'zgarmasligi kerak. To'lamay qolsa qo'shilib bo'lmaydi. U ribo bo'lib qoladi. Rahmat ustoz. Xo'p, keyingi savol. Assalomu alaykum. Savolim, televizorda davolanishga muhtojlar uchun yordam so'ralganda, ularning bank kartasiga pul o'tkazib berish sadaqaga kiradimi? Ya'ni ularning qo'liga sadaqa bergandek bo'ladimi? Ya'ni barobarmi savobi demoqchilar. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Albatta, o'sha muhtojlar e'lon qilinyapti televizorda, boshqa hamma tarmoqlarda albatta kiradi. Albatta o'sha muhtojlar deydi o'shalar. Ya'ni o'sha aldanmasa, boshqa qilmasa, inshaalloh sadaqaga o'tadi. Alloh qabul qilsin, bo'laradi. Ya'ni qo'lga bergan bilan kartasiga, hisobiga o'tkazib bergan farqi yo'q. Xolis niyat bilan berilsa, albatta ajr bo'ladi. Endi mas'uliyat o'sha qilganlarga, to'playotganlarga bo'ladi. Shunday qiladi. Navbatdagi savol. Assalomu alaykum. Agar ayoliga javobingni berdim desa, bu so'zlar taloq qilish bilan bir xilmi deb so'rabdi. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Taloq lafzini shu taloq so'zi bor. Taloq va taloqqa yaqin bo'lgan so'zlar bor. O'sha ma'noni to'liq ifoda qiladigan. Agar o'sha so'zlarni aytsa, masalan, iddangni saqlaydigan so'zlar bor. Ana shu ma'noni aytsa, ana shu so'zlarni aytsa, uni so'ralmaydi, taloq tushadi, bir taloq tushadi. Yo'q, agar masalan otangnikiga bor, uyingga ket degan gaplarni aytsa, unda niyatini so'raladi. Nima niyatda aytdingiz? Ya'ni ajralish niyatida aytdimi? Agar ajralish niyatida aytgan bo'lsa, taloq tushadi. Kinoya taloq deyiladi bularda. Bularda o'sha erkakning niyatiga qaraladi. Endi bu faqat bilib qo'yish uchun. Lekin har bitta hodisani kimda shunaqa hodisa bo'lgan bo'lsa, o'sha bir joyda bir ahli ilm, qozi shuni oldiga boriladi, ikki tomondan eshitib ko'radi, o'shanga qarab hukm chiqaradi. Ya'ni nimasi shu, ma'lumoti shu. Lekin masala ustida qoziya deyiladi-ku. Ya'ni o'sha muammo ustida hukm qilish qozining ishi. Bu yerdan eshitilgan gap bilan hukm qilinmasdi-da. Mabodo kimdir orasida shunaqa bo'lgan bo'lsa, unaqa niyatda aytmagan bo'lsa tushmaydi. Uni qozining oldiga borish kerak baribir. Tushunarli ustoz. Xo'p, navbatdagi savol. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mening savolim quyidagicha. Bizning bir yaqin qarindoshimiz bankka pul qo'ygan va u pulga har oy foiz qo'shilib borar ekan. U pulni olib oila ro'zg'origa sarflaydilar. Mendan yoshlari ancha katta va tezgina xafa bo'lib qoladi. Ularga bu ish gunoh ekani haqida aytib tushuntirish kerak deb o'ylayman. Buni u insonga tushuntirish yo'llarini ko'rsatsangiz javob uchun katta rahmat debdi. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Bizda endi ko'pchilik o'shunday nima deydi, bilmaydiganlar ko'p yoki bilsa ham juda ham og'ir gunoh emas deb o'ylaydi-da buni. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu gunohni, bu sutxo'rlik, o'sha protsent pulga foyda olishni sab'ul mubiqot, eng insonni halok qiladigan og'ir jinoyatlardan deb aytganlar. Qur'oni Karimda Alloh taolo shu jinoyat uchun urush e'lon qilganini aytadi. Boshqa biror gunohga aytilmagan shu gapni. Qaysi bir odam shu bilan shug'ullansa, bu ya'ni bir yordam tariqasida aytmoqchiman bu ma'lumotlarda. Bitta odamning o'ziga shaxsan bir foyda bo'layotganga o'xshashi bo'lishi mumkin, lekin Qur'onda Alloh aytayaptiki, yamhaqullohu riba. Alloh taolo o'sha riboni, sutxo'rlikni o'chiradi, yo'q qiladi, barakasiz qiladi deyilyapti-da. Uni yetkazish kerak. Xo'p, yetkazish yo'llari qanaqa? Har odamni nima deydi, qalbiga boradigan yo'li har xil. Ehtimol o'sha insonga tengqurroq kimdirni aytishi mumkin, yo'llashi mumkin boshqa qarindoshlardan. Ehtimol bu kishi o'sha inson hurmat qiladigan biror bir domla bo'lishi mumkin. Shu domlaning oldiga borib, u domlaga tushuntirib, keyin bu kishini olib borishi mumkin. Ixlos qilgan odam bo'ladi-ku bor bir insonni. Shunday. Xoh domla bo'lsin yoki iqtisodchi bo'lsin. Hozir iqtisodchilar o'zlari ham masalan shu sutxo'rlik nimasini aytib yotibdi. Bu juda ham o'sha hamma tomonlama zararda, jamiyatga ham zarar, ham axloqiy, ham moddiy tomondan zarar. Shuning uchun ya'ni o'sha Yevropa o'zlari ham nima qilyapti bu narsani. Ya'ni o'sha iqtisodiy rosa ko'tarib ketganlar bo'lsa ham bu faqat xalqlarni qashshoq qilishga olib keladi. Insonni dangasalikka o'rgatadi, yalqovlikka o'rgatadi, tekinxo'rlikka o'rgatadi. O'sha pul ustidan nima qilib ishlamaydi, miyasi ham to'xtaydi uni. Bir narsalar o'ylab topib, bir ishlab chiqarish degan narsa, xalqqa manfaat degan narsa, elni ko'tarish degan narsa yo'q-da. Faqat pulni berib qo'yib, buni yeb yotish o'sha tekinxo'rlik shunaqa narsaga olib boradi. Shuning uchun
Shunaqa yo'llarni tushuntirish kerak. Ham shar'iy tomondan, ham aqliy tomondan jamiyatdagi zararlarni biladigan odamlarga aytib harakat qilish kerak. Bu amr ma'ruf nahiy munkar siz bo'yningizda bo'ladi. Hammamizda bor bu narsa. Buyurish kerak, qaytarish kerak, bilgan odamlarga aytish kerak. Alloh muvaffaq qilsin. Lekin bu ulug' amallardan bo'ladi, ya'ni. Yomon ko'rishi mumkin u odam. Yomon ko'radi endi. Biroq bir chunki shahvat nafsga to'g'ri kelmayapti. Uni yomon ko'rganiga qaramaysiz. Lekin albatta eng odob, axloqni eng o'sha cho'qqisi bilan harakat qiling. Xuddi o'sha dunyo uchun bir kishiga molingizni o'tkazish uchun qanaqa yaxshi harakat qilsangiz, bunga ham shunaqa harakat qiling. Alloh ajrini beradi, lekin juda ulug' amal bu. Eng ozdan bo'ynidagi bir soqit bo'ladi. Eng kamida soqit bo'ladi. Shu ya'ni o'sha odamga bir balo bir narsa kelsa, salomat qoladi inson. Gunohdan, yomon gunohlardan qaytaradigan insonlarga Alloh taolo doim najot beradi deb aytilgan Qur'onda ham. Rahmat. Ko'z yumish. Hozir paytda o'sha gunohlardan ko'z yumish menga nima deydi? Menga nima deydi? Har kim haligi bema'ni maqollar bor o'zi. Har kim o'zini oyog'idan osadi, birovga javob bermaydi degan gaplar. To'g'ri, birovga javob bermaydi, lekin siz o'zingizga javob berasiz. Shariat sizga buyurib qo'ydi, gunoh ishni qilayotganini ko'rsangiz qaytaring dedi. Qo'lingiz bilan qaytaring, iloji bo'lmasa tilingiz bilan qaytaring, iloji bo'lmasa qalbingiz bilan qaytaring. Qalbdan yomon ko'ring, bu eng zaif deyildi. Shuning uchun bu ya'ni shu munkarni ko'rib, noto'g'ri ishni ko'rib indamay ketaverish iymonga ancha putur yetkazadi. Ko'pchilik bu gunohlarni gunoh bo'lganini ham bilmasligi mumkin. ehtimoli katta. Ya'ni inson o'zi uchun javobgar, ya'ni o'zi shunga buyurilgan. Noto'g'ri ishni ko'rsang qaytar deyilgan. O'sha amr ma'ruf nahiy munkarni ko'p faollantirish kerak. Rahmat ustoz. Xo'p. Keyingi savol, bir ukamiz bizlarning ishimiz sal g'alati debdi. Ko'chada baklashka terib sotamiz. Aytingchi, undan tushgan pul halolmi, harommi? Axir u ichimliklarni birovlar idishi bilan sotib olishgan. Ya'ni u birovlar sotib olib ichgan idishlari, ya'ni ichishgan pul to'langan aslida. Ular to'laganda biz buni yig'ib sotsak, bundan bizga halol bo'ladimi? Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taolo baraka bersin ishlaringizga. Halol rizqingizni orttirsin. Shunchalik e'tibor qilyapsiz. Bu hech ham nima emas, harom emas, chunki u egalari tashlab ketgan. U narsalar egasi yo'q hisoblanadi. Birovning mulki emas u. Birovning mulki bo'lmagandan keyin eng birinchi olgan odamniki bo'ladi. Kim o'shani olsa, o'shaniki bo'ladi. Uni yig'ishtirib sotilsa, yana o'sha qayta ishlaydimi, shunaqa qiladi, to'g'rimi? Qayta ishlashga beriladi. Ya'ni ko'cha-ko'y ham tozaligi bo'ladi. Alloh muvaffaq qilsin. Ya'ni hech nimasi yo'q, harom emas bu. Aslida ya'ni yig'ib terib olib borib topshirishni o'zi ham shunday ancha ish mashaqqat. Hech kimsiz narsalarda bular egasiz narsalarni eng birinchi olgan odamniki bo'ladi. Rahmat ustoz. Xo'p. Keyingi savol. Uyda bir voqea bo'ldi. Bog'chaga boradigan bola katta 51 dyumli televizorni idish otib sindirdi. Bolaning onasi qattiq baqirib urishdi. Otangga nima deyman deb. Bola yuzi oqargan, kechgacha yig'idan ko'zlari shishgan. Eng afsuslanarlisi bola hozirgacha soqov. Maslahatingiz debdilar. Endi bu yerda bolani soqovligi o'sha urishgan tufaylimi yo umuman u bola soqovmi? Aniq gapirmabdilar. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. G'azab o'zi ya'ni g'azab qiladigan o'rinlari bo'ladi. Insonda g'azab bor, to'g'rimi? G'azab Rasululloh sollallohu alayhi vasallam g'azab qilma deganlarida o'sha g'azabni orqasidan keladigan ishlardan qaytarganlar. G'azab insonda bor narsada endi u. G'azabni qayerga qilishni o'rganish kerak. O'sha nima deydi? Erkaklar ham, ayollar ham o'shunga arzigulik narsaga g'azab qilsa bo'ladi. Keyin g'azab qilganda ham o'zini miqdori bo'ladi-da. O'sha o'nglanmaydi-ku, qaytib tuzalib qolmaydi-ku. G'azab qilib baqirgan bilan hozir o'sha televizor yani joyiga qaytib qoldimi? Yo'q. Qaytib qolgani yo'q. G'azab qilish insonning o'ziga ham zarar. Ustozlar aytishadiki, g'azab qilgan vaqtingda qilmoqchi bo'lgan ishingni yozib qo'y. Nima ish qilmoqchi bo'lsang yozib qo'y. Ya'ni ayoliga qattiq tegmoqchimi, farzandiga qattiq tegmoqchimi, haqorat qilmoqchimi yoki birodariga g'azab qilgan vaqtida o'sha qilmoqchi bo'lgan ishingni yozib qo'y, keyin g'azabga tushgandan keyin ko'rasan uni qanaqa yomonligini deyiladi-da. G'azab qilgan vaqtida hamma yoq bulut tutinganini ko'rib bo'lmaydigan bo'ladi. Qozon qaynaydi-ku, qozon qaynasa ichidagini ko'rib bo'lmaydi, to'g'rimi? O'sha tingandan keyin nima qilsangiz bo'ladi.
Endi bolaga Alloh taolo shifo bersin. Bolani darrov ko'rsatish kerak, bolaning mas'uliyati bu. Darrov ko'rsatish kerak, nimalarga o'sha psixologlarga ko'rsatish kerak, keyin dam solish kerak, Qur'on o'qib, sura Fotihani o'qib, qayta dam solish kerak. Ya'ni o'sha sabablarni qilish kerak buni tuzatish uchun-da. Keyin agar nima deydi? Erkak kishida ham o'sha bir hodisa borda, bir hodisa hozir esimga tushdi, shuni aytmoqchi edim. Bir kishi uyiga rosa yangi nimalar olib kelibdi, o'sha mebel qilgan. Yosh bola bilmaydi. Qo'liga pichoq tushib qolib, o'sha mebellar hammasini yetib chiqibdi, divanlari hammasini yetib chiqibdi. O'yin qilgan, boshqa ko'rmay qolgan onasi. Ishdan kelgandan keyin jahl chiqib, olib borib deb qo'lini bog'lab omborga tiqib qo'yibdi. Qo'lini qattiq bog'lagan, g'azab ustida uydagi oilalar ham aralashsa qo'y sen deb xotinni ham so'kib urishib bergan. Qamab qo'ygan, keyin bola yig'lab qolgan, keyin bolani olib chiqqan, bir vaqt g'azabi tingandan keyin olib chiqqan. Haligi qattiq bog'laganda qonni nima qilib qo'yibdi-da. Qon o'tmaydigan qilib qo'yibdi. Endi u 3-4 soat qolib ketgandan keyin qarasa qo'l rangi boshqacha, keyin oxiri borib noiloj olib borgan doktorga. Doktor aytgan bo'ldi, qo'lni bu yog'i ishdan chiqqan. Kesmasak bo'lmaydi degan, kesishgan keyin. Endi u bola dada endi qilmayman shu ishni, men qo'limni bering deb shunaqa deymiz. Endi u ota-ona o'sha umr oxirigacha o'sha bilan ezilib ketadi. O'shuning uchun o'ylab nima qilish kerak. G'azabni ham chegarasi bor, boshqasi bor. Bu mas'uliyatda endi farzandlarimiz bizning bo'ynimizdagi mas'uliyat. Har bir odam kullukum mas'ulun va kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kullukum ra'in, har biringiz boshliqsiz, har biringiz o'sha qo'l ostidagidan mas'ulsiz. Ayol kishi to'g'ri endi bu nima deydi, o'sha erkak kishining buyumlarini ehtiyot qilish kerak, boshqa qilish kerak, lekin bu bo'lgandan keyin iloji yo'q buni. Bu bo'lgandan keyin baribir farzand bu buyum-ku bu inson bo'lsa bu. To'g'rimi? U buyum bo'lsa. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayollari ham ba'zi bir o'sha yosh bolalarni shunaqa qilib nima qilsa, Alloh taoloning taqdirida bor narsa bo'ladi degan. Shuning uchun taqdirga iymon keltirish shunaqa vaqtlarda juda insonga qo'l keladi. O'sha televizorda sinishi 50 ming yil oldin yozilgan. Bo'ldi, yozilgan narsa bo'lmay iloji yo'q, yozilgan shu narsa. Shuning uchun yozilgan narsa bo'ldi, balo qazoga daf bo'lsin, gunohlarimizga kaforat bo'lsin deb otasiga ham ozgincha o'shani tushuntirish kerak-da. Shunday voqealar ro'y bergan vaqtda inson qanday qilib o'zini bir sabrga, g'azab o'sha auzu billahi minash shaytonir rojim aytish kerak. Auzu billahi minash shaytonir rojim ko'p aytish kerak. Ya'ni sukut qilish kerak. Tika turgan bo'lsa, g'azabni nimalar aytilgan-ku. Tika turgan bo'lsa, o'tirib olsin, yotib olsin, tahorat qilish kerak, g'usl qilish kerak, ko'chaga chiqib ketib qolish kerak. O'sha g'azabi uchraydigan, g'azabini qo'ziyotgan narsadan uzoq bo'lish kerak. Shularni yo'li aytilgan. Rahmat ustoz. Navbatdagi savol. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ustoz, savolim erkaklarning soch turmagi, ya'ni prichoska haqida. Men uzun soch o'stirishni yaxshi ko'raman. Sochim uzunligi boshimning barcha yeridan bir xil emas. Sochimning uzunligi boshimning barcha yerida bir xil emas. Top knot nomli soch turmagi debdi. Sochimning uzunligi bois kundalik hayotda ish qilayotgan yoki sport bilan shug'ullanayotgan vaqtimda halal bermasligi uchun yig'ishtirib boylab olaman. Namoz o'qiyotgan paytimda boylamayman. Lekin yaqinda internetda o'qib qoldim. Erkaklar sochlarini yig'ib yurishlari mumkin emas. Agar aniqroq qilib aytsam, bu makruh ekanligi haqida aytilibdi. Bu paytgacha boshqa manbalardan umuman boshqa ma'lumotlarni o'qigan edim. Agar ataylab boshqa din vakillariga taqlid qilib soch turmagi qilinmasa, ya'ni o'zini boshqa din vakillariga o'xshatish niyati bo'lmasa, hech qisi yo'q degan ma'noda o'qigan edim. Menda unday niyat yo'q, bo'lmagan ham. Endi qaysi ma'lumotga ishonishni bilmay qoldim. Shu haqida ma'lumot bersangiz debdi. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taolo to'g'ri ilmga, to'g'ri yo'lga, to'g'ri ma'lumotga o'zi hidoyat qilsin. Ali roziyallohu anhuning bir rivoyat qilgan nimalari bor-da, Hazrat Ali roziyallohu anhuning. Har bir o'sha soch tolasini har bittasini ostida junublik bor. Ya'ni inson yuvinadigan bo'lib qoladi, bulg'anib qoladi. Masalan, uylanmagan bo'lsa, ehtilom bo'lib qolishi mumkin uxlaganda yoki uylangan bo'lsa, o'sha ayoli bilan bo'lgandan keyin yuvinish kerak. Har bitta sochni tolasining tagiga suv yetish kerak.
O'sha agar o'shaga suv yetmay qolsa toza bo'lgan hisoblanmaydi-da. O'sha Ali roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda endi juda ham kuchli emas u. Shunaqa deyilgan, ya'ni o'sha sochini tagiga suv yaxshi yetkazmaganiga faloncha la'nat bo'lsin. La'nat emas, kechirasiz. Ya'ni falondaqa azob deb aytilganda Ali roziyallohu anhu men sochimga dushmanman degan ekanlar. O'shuning uchun ba'zi ulamolar sochni olib yurishni mustahab ko'rishgan. O'sha o'zimizni diyorlardagi odatlamasida qarang, hatto ismi ham, masalan, ismi ham o'zbekcha ism emas. Bu yangi nimalardan-da. Buni ya'ni taqlid qilmayapman, boshqa qilmayapman degan bilan o'zgarib qolmaydi-ku. Qayerdan kelgan bu narsalar? Shuning uchun o'sha xalqning ichidagi urfdagi ishni qilish kerak. Soch uzun bo'lsa, sochni qaytarishdan qaytarilgan namozda, ya'ni yeng qaytarilmaydi namozda, o'sha sochni orqaga qilmasin deyilgan. Chunki o'sha hamma a'zolar birga sajda qilsin debdi. O'shuning uchun inson bunaqasidan ehtiyot bo'lish kerak. Ya'ni ayniqsa hozir o'sha tashqaridan kelyapti ular. Ya'ni bu yig'ishtirib boylab olish to'g'risida ham so'rabdi. O'shada bular bizga urfda bo'lmagan narsa, musulmonlar urf-odatda bo'lmagan narsalar bo'lyapti-da. Uni qilmagan yaxshi, qilinmagan yaxshi bu ishlar. Rahmat ustoz. Hop, keyingi savol. Assalomu alaykum. Savollarimga berayotgan javoblaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Yana bir savolim bor edi. Eshitishimcha, kim 2 rakat tahajjud namozini o'qishga niyat qilsa, Alloh taolo farishtalarga bu banda mening 40 ming hurunga sovchi bo'layapti der ekan. Va o'sha kun turib 2 rakat tahajjud namozini o'qisa, bu bandam 40 ming eshiklik, hovlilik demoqchilar shekilli. 40 ming hurumning sohibi bo'ldi, muhr uringlar der ekan. Shu gap to'g'rimi debdilar. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Tahajjud namoz haqidagi bu hadisni men qidirib nima qila olmadim, topa olganim yo'q, ko'rganimiz yo'q bu hadisni. Tahajjud namoz kechasiga o'qilgan namoz eng ulug' ibodat hisoblanadi. Ya'ni o'sha farz amallardan keyin, farz namozlardan keyin bu haqida ko'p oyatlar bor. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kechalari o'sha yotar joydan uzoq bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kechqurun kechasi turib uzoq namoz o'qidilar, hatto oyoqlari shishib ketardi. Ya'ni ibodat juda ulug'. Alloh taoloning va'dasi Qur'oni Karimda ko'p va'dalar berilgan, lekin aynan shu narsa aytilmagan, biz ko'rilgani yo'q. Ya'ni as-salat nur dedilar Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Namoz nurdir dedilar. Yana o'sha oyat kalimalardagi jannatdan beriladigan joylar fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun, o'sha yuqoridagi oyat davomida bu. Ya'ni o'sha yotar joydan joyi uzoq bo'lgan inson. U yog'ida davomida kelyaptiki, o'sha qiyomatda ko'zini quvontiradigan har qanday narsa beriladi deyilyapti. Jannatda ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan, inson xayoliga kelmagan ne'matlar bor. Ko'zi bilan ko'rmagan, hatto eshitmagan, hatto xayoliga kelmagan noz ne'matlar bor. Ibodatga mahkam bo'lish kerak. Alloh taoloning va'dasi ko'p. Ya'ni Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Madinaga kelganlarida birinchi aytgan gaplari: "Ey odamlar, salomni yoyinglar, odamlarga taom yediringlar, kechasi odamlar o'qilayotgan turib namoz o'qinglar, jannatga bemalol kirasizlar" deb aytganlar. Salom bilan kirasizlar deganlar. Shuning uchun bu tahajjud namozi solihlarning nimasi, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sahobalar doim qilib kelishgan. Alloh bilan inson so'zlashadi, sir ibodat bo'ladi, o'zingiz bilan Allohning o'rtasida. Bu juda ham katta martabalar o'zi asli. Oxiratdagisini endi jannatda o'sha yuqorida aytilganday martabalari juda ham yuqori bo'ladi. Demakki, ya'ni bunday rivoyat bo'lmasa ham, undan katta rivoyatlar bor. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar-ku, o'sha qiyomatda musulmon odamning hovlisi o'sha ko'zi bilan ko'zi yetgan masofagacha bo'ladi degan. Qiyomatda u a'zolar, hamma a'zolar juda ham mukammal bo'ladi. Inson bir qaraganda juda uzoq masofani ko'radi-da. Hozir masalan balandroq joyga chiqib qarasangiz, qancha gektar joylarni inson ko'zi bilan ko'ra oladi. Shu ko'zi yetgan joyigacha insonning hovlisi bo'ladi degan. Alloh tahajjud namozlarini o'qishlikka nasib qilsin. Amin. Xo'p, keyingi savol. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Ustoz, javobingiz men uchun juda muhim. Mening xo'jayinimning ham ajdodimizda ilmli, qori insonlar yo'q. Hozirda men homiladorman. Nima qilsak tug'ilajak bolamiz ilmga muhabbatli, hofizi Qur'on, dinimizga xizmat qiladigan bo'ladi. Biror amalmi, duolarmi ayting, qilaylik. Duo qiling ustoz. Rasulimiz ko'rmay turib sog'ingan ummatni ota-onasi bo'laylik.
Allohim sizlardan rozi bo'lsin debdilar singlimiz. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taolo solih farzandlar bersin. Ko'zinglarni quvontiradigan, ota-onasiga mehribon, o'sha shu yerda aytilgan tilakda aytilgandan ham ziyodasini Alloh taolo bersin. Amin. Buning uchun o'sha ya'ni inson albatta ota-onasi, oila ajdodidan olimlar bo'lishi shart emas. Alloh taolo beradigan narsa bu. Alloh taolo o'sha nima uchun aytiladi shular katta nimalar? Allohdan so'ranglar deb aytiladi-da. Alloh taolo faloncha olimga shuncha ilm bergan, shuncha amal bergan, mana shunday qilgan deb o'shalarni ko'rib, Alloh taoloning karamini ko'rib, menga ham beradi deb ishonish kerak inson. Alloh taolo juda ham saxovatli zot. Shunday niyat qilinyapti ekan, albatta Alloh beradi, niyat dinlarga yetkazadi, yetkazsin. Lekin o'sha to'xtamay duo, iltijo, halol yeyish, ibodatlarda mahkam bo'lish, nimani so'rasangiz Alloh beradi. Faqatgina gunoh so'ramasa inson, gunoh bo'ladigan ish, bu yerda gunoh deyilmayapti-ku. Gunoh bo'ladigan ishni so'ramasa, qarindoshlikni kesishni so'ramasa, hamma duoni Alloh taolo qabul qiladi. U duosiga yo shu dunyoni o'zida beradi, yo oxiratda beradi, yoki o'shunday bir baloni daf qiladi. Shunday. Ayniqsa farzandlar uchun qilingan duolari Qur'onda o'rgatilgan. Robbana hab lana min azwajina va zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqin imama. Parvardigor bizni farzandlarimiz, juftlarimizni ko'zimizni quvontiradigan qilgin. Ya'ni shulardan ko'zimizni quvonchlarini bergin deyilgan. O'zimizni taqvodorlarga peshvo qilgin deyilgan. Ya'ni taqvodorlarni eng oldi bo'laylik deb so'ralgan. Yana Ibrohim alayhisalom duolar, Robbi jalni muqima solati min zurriyati. Ey Alloh, meni o'zimni namoz o'qiguvchi qilgin, farzandimni ham deganlar. Va junubni va bani an na'budal asnam. O'zimni farzandlarimni shu Allohga shirk qilib qo'yishdan, butlarga ibodat qilib qo'yishdan saqlagin deb duo qilganlar. Fuzayl ibn Iyaz rahimahulloh ko'p farzandlarni tarbiya qilib, shunga qattiq g'am qilib, e'tibor qilib qilar ekanlar. Keyin kechasi turib duo qilib, ey Alloh, men qo'limdan kelgan ishni qildim, qolganini o'zing isloh qilgin deb duo qilar ekanlar. Halol yeyish, halol kasb qilish bular farzandlarga juda ham ta'siri katta bo'ladi. Bizni muvaffaq qilsin. amin. Bizning yurtlarda ko'pincha ularning avlodida olimlar o'tgan, ya'ni bular bolalardan shunda chiqadi deb ko'pincha naslga bog'lashadi buni holatlar. Endi muhit bo'lgan yaxshi, shu muhit sharoit, ya'ni nima deydi? Shunday doim Qur'on o'qib turilgan oila shunday bo'lsa, masalan, o'sha bolani qulog'iga kiradi. Hatto ba'zilar qorindagi davrdan boshlab ta'sir qiladi deydi. O'sha eshitgan narsasi bolaga o'tish boshlaydi. Bu 6 yoshdan degan gaplar, 6 yoshdan ta'lim boshlash kerak degan gaplar bekor gaplar. O'sha tug'ildimi, hatto tug'ilishdan oldin boshlab harakat qilaverish kerak. Alloh taolo yetkazadi. Keyin o'sha muhit berishga hozir sharoit yaxshi-ku. Hozir sharoit juda yaxshi. Televizorda Qur'on bor, radioda Qur'on bor, telefonlarda Qur'on, ilm bor, hamma narsani qilish kerak. Masalan, tarixda ba'zi bir zabardast olimlarning balki ota-onalari musulmon ham bo'lmaydi. Bo'lmagan ham bo'lishi mumkin, ha? Bo'lmaganlari ham bor. To'g'ri. Alloh taolo kimga bersa. Sahobalardan qanchalari masalan o'zlari musulmon bo'lgan, ota-onalari o'lib ketgan-ku masalan. Muoz roziyallohu anhu butun ummatda olimlaridan bir qancha oldin, ya'ni martabasi oldintirlar deganlar. Hamma ummat musulmonlarni hamma olimni jamlab kelsangiz ham Muozga yetmaydi roziyallohu anhu. O'shuning uchun umidni katta qilib harakat qilinaveradi. Bu nimaga bog'liq emas. Bo'lsa yaxshi, lekin bo'lmaysa bo'lmaydi degan gap emas-da. Ibrohim alayhisalomning otalari butparast bo'lgan-ku, but sotgan bo'lgan. Ibrohim alayhisalomdan. Rahmat ustoz, Alloh rozi bo'lsin. Keyingi savol. Assalomu alaykum ustozlar. Alloh rozi bo'lsin sizlarga. Bir savolim bor edi. Qirqilgan sochni sotish gunohmi? Javob uchun oldindan rahmat debdi. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Insonning sochi hurmatli, najas bo'lmaydi, lekin sotib ham bo'lmaydi. Inson hurmatli, o'zi insondan chiqqan narsani ishlatib bo'lmaydi mutlaqo. Bu ya'ni inson o'zida bir narsa borligi uchun emas, lekin karomat, insonni ikrom qilingan, inson a'zosining hurmati xuddi o'zi tirikligidek hurmatda. Sotib unday qilib bo'lmaydi. Rahmat ustoz. Keyingi savol. Assalomu alaykum. Ikkita savol ekan bu yerda. Birinchisi, ayol kishi erining oldida sochlari yozilgan holatda Qur'on o'qisa bo'ladimi? Debdilar. Keyingi savol, ayol kishi hayz ko'rganda yoki nifos vaqtida eri undan qaysi darajada foydalansa bo'ladi ma'nosida so'rabdi. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh.
hay mahramlarning oldida sochi ochiq bo'lishi avrat emas masalan. Ya'ni erini oldida ayniqsa er xotin bir-biriga avrat yo'q-ku. Sochi ochiq holda Qur'on o'qisa zarari yo'q. Endi ikkinchi savolga kelganda hayz holatida yoki nifos holatida jinsiy aloqa qilish mumkin emas mutlaqo. Mutlaqo jinsiy aloqa qilish ya'ni harom, qat'iy harom bu narsa, gunoh kabira hisoblanadi. Bunday holatda ya'ni jinsiy qo'shilish mumkin emas. Lekin ya'ni o'sha tizza kindik bilan tizzani orasi bekik bo'lishi kerak. Kindik bilan tizzani orasiga bir narsa kiyib olgan bo'lishi kerak ayol kishi. Undan keyin ya'ni boshqa o'shingacha bo'lgan narsani qilaveradi ya'ni. Payg'ambar Oysha onamiz roziyallohu anha aytganlar, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan mana shu holat bo'lardi. Ya'ni hayz holatida meni xohlab qolardilar. Keyin o'sha lozim kiyishga buyuradilar. Izor deyiladi. Izor o'sha izor degani beldan pastga kiyiladigan. Izor kiyishga buyuradilar. Keyin menga yaqin bo'lardilar deb aytgan hadislari bor. Ya'ni o'sha erkak kishi ayoldan hamma narsa mumkin, illa nikoh deganlar Rasululloh. O'sha nikoh. Ya'ni o'sha kindik bilan tizzani orasi xatarli. Inson o'zini ushlolmay qolishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. O'shuning uchun albatta kiyim bo'lish kerak. Boshqa narsa, ya'ni boshqa bundan boshqa, ya'ni o'sha jinsiy qo'shilishdan boshqa narsadan foydalansa bo'laveradi. Rahmat ustoz, tushunarli. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ya'ni Oysha onamizni qo'yinlarga boshlarini qo'yib Qur'on o'qidilar, hatto hayz vaqtlarida. Oysha onamiz aytadilarki, o'sha oyoqlariga boshlarini qo'yib Qur'on o'qidilar shunaqa hayz vaqtida deganlar. Ya'ni jirkanish boshqa narsa yo'q. Yo'q, narsa yo'q, bo'lmaydi. Rahmat ustoz. Keyingi savol: Assalomu alaykum, hurmatli ustoz, tahlil toshi haqida ma'lumot bersangiz. Bu ish shirkmi yoki shirk emasmi? Agar shirk bo'lmasa, qanday qilinadi debdilar, tahlil toshi. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Haligi dafn qilayotganda aytiladigan narsami? Men tushunmadim balki. Shunaqa narsa bor, bir dafn qilayotganda boshqada qilishadi. Bu bo'lmagan narsa. Ya'ni asli asosi yo'q amal. Alloh taoloning rozi qiladigan ishlarni Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ko'rsatganlar. Siz bitta davlatga bormoqchi bo'lsangiz, masalan, bitta davlatga bormoqchi bo'lsangiz, o'sha davlatning elchixonasiga murojaat qilasiz. Agar o'sha davlatning elchixonasi bitta aytgan hujjatni olib bormasangiz, sizga viza bermaydi, to'g'rimi? Alloh taolo shunday tushunishimiz kerak-da. Alloh taoloning elchisi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Allohning nima rozi qiladi, hammasini aytganlar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning so'zlarini ulamolar kengaytirgan, sharhlagan. Lekin bu gaplar yo'q uning ichida. Shuning uchun bu bo'lmagan gap, yo'q narsa dinimizda. Bunday qilmaslik kerak. Undan ko'ra duo qiling. Qur'on o'qib, Qur'on orqasidan duo qilib, o'sha duoda Allohumma g'firli, Alloh taolo kechirgan gunohlarimni deb duo qiling. O'shalar nomidan sadaqa qiling, o'tganlar nomidan. Ya'ni o'shalar qarindoshlarga bordi-keldi qilish bor. Shular hammasi boradi. O'lganlar orqasidan duo qilish boradi, yaxshi amal qilish boradi, sadaqa qilish boradi, lekin bu aytilmagan. Bu shirk bo'lmasa ham dinimizda bo'lmagan narsa. Bid'at narsa. Rahmat ustoz. Keyingi savolimiz: Assalomu alaykum ilm ahllari debdilar. Savolim: g'usulda vasvasa bo'lib qolganman. Shundan qanday qutulish mumkin? Javob uchun oldindan rahmat debdilar. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. G'usul qilish tartibi, endi g'usul qilishni faqat farzini aytaylik hech bo'lmasa. G'usul qilishda o'sha inson ya'ni xuddi hojatxonaga borib yozilganda yuvadi-ku, a'zolarni yuvadi. O'sha jinsiy a'zolarni yuvish kerak. Mustahab qilish kerak undan keyin. Keyin og'iz, burunni chayqaydi. Undan keyin boshidan oxirigacha bitta suv quyadi. Shu g'usul. Ya'ni siz o'sha bitta g'usulni qilayotgan vaqtingizda bitta amal qildingizmi, ikkinchisiga o'tasiz. Ikkinchisiga o'tgandan keyin oldingisi bo'lmay qoldimi degan vasvasga qaramang. O'sha vasvasga qarasa inson yana chalg'ib ketaveradi. Shayton shunday qilib odamni nima qiladi? Ya'ni qiynab vasvas qilib, hatto iymoniga, aqliga ham ta'sir qiladi-da. Bitta amal qilib ikkinchisiga o'tdingizmi, orqasiga qaramang. Bu qildim deng. Undan keyin og'iz chayqadingiz, og'iz chayqab bo'ldimi, burun chayqadingiz, bo'ldi. Endi boshdan suv quyishni boshladingizmi, bo'ldi, orqasiga qaramang, bo'ldim denglar. Shu bilan qutulinadi, qaramaslik kerak. Ba'zilari g'usul qilgan joyida shu g'usul qilingan najas suv yana qaytib sochiradimi menga? U joyini yuvib. Yo'q, o'sha vasvasalarga qaramaslik kerak. Endi g'usulni mukammal qilish bor. Mukammal qilishda shuni aytiladiki, mana Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam
o'sha mustahab qilganlaridan keyin oldin qo'llarini yuvardilar, qo'llarini yuvardilar, keyin mustahab qilardilar. O'sha avratlarni yuvardilar. Yuvgandan keyin qo'llarini yerga urardilar. O'sha hid-bit bo'lsa, hidni oladi yer. Undan keyin qo'lni 3 marta yuvib, tahorat qilardilar. Mukammal tahorat qilardilar, faqat oyoqni yuvmasdilar. Oyoqni yuvmasdan turib, o'sha tahorat qilganda oxirida oyoq yuviladi-ku, oyoq yuvmasdan turib, boshlaridan suv quyib, oxiri g'usl tugatganda u joydan boshqa joyga o'tib oyoqlarini yuvib olardilar. Bo'ldi, shu bilan bu endi oqib ketmaydigan joyda bo'lsa deyilgan. Hozirgi hammomlar nimalarda oqib ketadi. Oqib ketadigan joyda tahoratni mukammal qilib, keyin maqsad bo'laradi. Nima bo'lmaydi, vasvas bo'lmasligi kerak, xullas. Rahmat ustoz. Keyin o'sha yerda bir ham aytiladi, ba'zi bir gaplar bor. Esimga kelmayapti, hadis ham bormikin, o'sha g'usl qiladigan joyga bavul qilmaslik kerak, yozilmaslik kerak odam. O'sha yozilsa ham o'sha vasvas bo'ladi deyilgan. G'usl qiladigan o'sha xonaga yozilmasin. O'zi hojatxonalar alohida-ku hozir nimalarda. Shunday. O'sha alohida joyga yozilsin. Vasvasi ko'p shundan deyilgan. Rahmat ustoz. Keyingi savol. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Oilali, yosh farzandi bor onalar ilm olayotgan paytda ayni farzandlarining ham ilm olishlari va ularga e'tibor qaratishlari kerak. Shunday sharoitda ona o'z ilmini tashlab, bolasi bilan shug'ullansa aybdor bo'lib qolmaydimi? O'zi shunday holatda siz ustoz qanday maslahat berasiz deb so'rabdi. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Nimalarda o'sha yuqorida bir farzandim qanaqa olim bo'ladi deyaptilar. Bu ham shunga yaqin nima ekan? O'zi onalar asosiy madrasa. Onalar asosiy madrasa, qizlarni yaqinda bir nima ham chiqdi. Bitta qizga ta'lim bersang, butun ummatga ta'lim bergan bo'lasan deb. Hamma vazifalari o'zining o'rni bor. Ya'ni bittasini qilaman deb ikkinchisidan voz kechib bo'lmaydi-ku inson. Shunday. Bolangiz uchun albatta o'zingiz ta'lim olishingiz kerak. O'zingizda yo'q bo'lsa nima berasiz? Bu bitta muhim narsa. Keyin o'sha inson o'zi o'rgangan narsani bolasiga o'rgatsa yana ziyoda bo'ladi. Ya'ni o'rganganda yana ham mustahkamroq o'rnaydi. Shunday. Ya'ni o'zi aytishadi nimada? Ta'lim bergan ustozlar aytishadi. Odamni shogirdni olim qiladi. Shogirdga dars berasiz, tushunmagan joyini so'raydi, uni topib berishingiz kerak. Xullas sizni olim qiladigan o'zi shogird bo'ladi. O'sha farzand sizni olim qiladi. O'zingiz ham ilm olishni qoldirmang. O'sha qiladigan vazifalarni taqsimlab olish kerak. Bola qachon uxlaydi, qachon uyg'onadi, shular tartibga solib turib maqsad bo'ladi. Hammasini tartibga solib olish kerak. Qachon yaqinda bir nimani shu mediada nima xizmat qiladi. Alif nimasi Madina School bor-ku, Madina deb nom qo'ygan bir Rossiyadagi nima qilishadi, shu ta'lim beradi. Bir ayol kishini nimaga jo'natishdi? Umraga, shu mukofot qilib, ta'lim masalan mukofot qilishgan, shunaqa yutuq qilib. Tataristonlik ayol, tatar ayol dehqonchilik qilar ekan. Kechasi soat 3 da turib o'qiyman deydi. Sahar o'sha nimaga ketar ekan, bomdod namozini o'qigandan keyin dalaga ketar ekan. Shu dalaga ketishdan 2 soat, 3 soat oldin turib uyg'onib, ta'lim olib, o'sha yutuqni olib umraga borib keldi-da shu ayol. Nimada turibdi nimasi? YouTube'da bor o'sha ayol. Ya'ni qilaman degan odam qila oladi. Qilaman desangiz har qanday nima qiladi. Bir ustozimiz bordilar, o'sha Rossiyadagi bir yigitni aytib berdilar, o'zi Ozarbayjon yigit ekan. Ota-onasi nogiron bo'lgan, nogironlar uyida turadi ota-onasi. Endi farzand sog'lom. O'sha davlat bergan uylar bo'lardi ilgari. Bitta xona berib qo'yadi. Haligi общежитиеga o'xshagan haligi. Umumiy haligi qanaqa uy deylardi, bir narsa uy deb qo'yiladi ular haligi. Kommunalniy uylar bo'lardi-yu. Ya'ni hojatxonasi tashqarida haligi aralash-qurlash bitta xona berib qo'yadi. Ota-onasi nogiron, kechqurun svetni o'chir deb nima qilar ekan, shkafni ichiga kirib olib dars qilganman deydi shu bola. Maşallah. Keyin o'sha Arabistonlarga borib o'qib, ancha nima ilmli bo'lib ketdi u inson. Xullas inson harakat qilsa topsa bo'ladi-da. Harakat qilsa har qanday holatda ilm ola oladi. Ayniqsa hozir sharoit juda qulay. Ya'ni eski vaqtlardagi ko'ra, ya'ni kitob muammo, qo'lda yozib o'qishgan. Hozir hamma narsa muhayyo. Safarlarda masalan Imom Buxoriyni qarang, piyoda yurib qancha yer yurganlar. Niyatni yaxshi qiling, ilm olish katta ibodat, o'zingiz ham oling, farzandingizga ham o'rgating. Himmat bo'lsa, demak. Qilsa bo'ladi. Mana Shinqiti tomonlarda, o'sha Afrika tomonlarida katta olimlar chiqishi farzandni ustozga berishdan oldin onalari o'zi Qur'onni yodlatgan.
Yana qancha tildan o'rgatib qo'ygan bo'lar ekanda. Ustozga borganda o'zi ancha-muncha narsani yodlagan bo'ladi. Ya'ni ilmlari asosini yodlab keyin boradi. Ustozdan asosiysi odob axloq shunaqa o'rganadi-da. Ilmga amal qilishni o'rganadi, yana kengayadi albatta. Xullas o'sha ilm asoslarini onalar o'zi yodlatib qo'yadi. Alloh muvaffaq qilsin. Amin. Bugungi kunda modern dunyoda ayollarni ko'proq har qanaqangi kasblarga chiqib jalb qilishlik ga undalayotgan paytda, masalan, kuni kecha reklamalarda ko'rilgandi, masalan, ayol kishi eskidan masalan ayol kishi injener bo'lishi mumkin, arxitektor bo'lishi mumkin deyilgan. Reklamani teskarisini qilishibdi. Erkaklar ham injener bo'lishi mumkin deb bir ayol injener turibdi. Erkaklar ham metro haydashi mumkin, mashinist bo'lishi mumkin deb turibdi. Men shu narsani yozgim keldiki, erkaklar ona bo'la olmaydi, ya'ni bir javob. Albatta. Ya'ni onalik ummatni tarbiyalash, ya'ni avlod yetishtirishdan kattaroq bir vazifa bo'lmasa kerak ona uchun. Ayol kishining eng ulug' vazifasi shuku. Ar-nisa shaqoiqur rijal deyilganda. Ya'ni har qanday, ya'ni ayollar jamiyat yarmi, ikkinchi yarmi ham o'zi ayollar tug'gan. Shunday. Ya'ni sizlar juda katta qo'rg'onsizlar. Ayollar, ya'ni o'sha ummat uchun qilinayotgan har qanday buzuqlikni yoyish uchun eng katta qo'rg'on, ya'ni to'g'on sizlarsizlar. Ya'ni o'sha Allohning oldidagi mas'uliyatni yana his qilib o'sha turib berishlar kerak-da. Og'ir vazifa emas, lekin o'sha insonni, farzandni qalbiga iymonni joylash sizlar ishinglar. Alloh muvaffaq qilsin. Amin. Alloh rozi bo'lsin hojam. Xo'p, keyingi savol biroz uzunroq ekan. Oilaviy masala to'g'risida ekan. Assalomu alaykum, sog' omonmisizlar? Savolim oilaviy masalalarga taalluqli. Turmush o'rtog'im bir necha oylardan buyon ish joylaridagi hamkasblari bilan telefon orqali munosabat qurishgan, ish masalasida gaplashyapmiz deb o'zlaridan shubha gumonni uzoq qiladilar. Lekin bilsam oralarida ishqiy munosabat kundan kun avj olyapti. O'rtamizda 2 nafar qiz farzandimiz bor. Yaxshi ish qilmayapsiz. Alloh asrasin, qizlarimizdan qaytmasin, qaytar dunyo bo'lmasin desam, yomon ish qilayotganim yo'q-ku. Birga ishlaydi, birga telefonda gaplashib yuribdi degan xiyonat zino emas-ku deyaptilar. Ammo hamkasb qiz turmush o'rtog'imdan umidvor. Oilali, farzandli erkakka ayol bo'lishga tayyor yuribdi. Nima qilsam bo'ladi? Oilamiz buzilmasligi, farzandlarimiz yetim bo'lmasligi uchun maslahat bering debdilar. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, ya'ni ma taraktu fitnatan adarra birrijal minan nisa deganlar, ya'ni shu ma'noda, yaqin ma'noda erkaklarga ayollardan ko'ra og'irroq fitnani qoldirmadim deganlar. Gaplashish mumkin emas, umuman o'sha begona ayol bilan gaplashish, muloqot qilish umuman mumkin emas. Uzoqlashish kerak. Ya'ni noshar'iyda bu holatlar. O'zi ayol nimasi bilan o'sha haligi nima deydi, xoli qolish mumkin emas. Hozir telefonlarda xoli qolinadi-ku hozirdan, to'g'rimi? Xoli qolish, yakkama gaplashish juda ham xatarli narsa. Bu shariatga umuman yotmaydigan narsa. Qochish kerak, bundan uzoqlashish kerak. Bu bir tomondan, agar uynadigan bo'lsa, to'g'ri yo'l, shariat yo'li bilan borib uylanish kerak. Qo'rqiting, duo qiling ko'p duo qilish kerak, ko'p Allohdan so'rash kerak, Alloh hidoyat bersin deb. O'sha aytayotgan gaplaringiz o'sha Alloh taolodan jazo kelib qolishini, tahdidini aytib turish kerak, qo'rqitib turish kerak. Lekin rashkga ham o'xshayapti. Sal bir katta olim nima aytadilarki, o'sha qizga nima qilib nasihat qilganda, rashkni kuchaytirmagin. Rashk bu oxir borib o'sha oilani buzilishga olib boradi degan joylari bor. O'sha qizga qilgan vasiyatni hammasini aytib qo'yaver. Aytadilarki, o'sha rashkni kuchaytirma, chunki bu oxir borib oilani buzilishga olib boradi. O'zingga Xo'p. Assalomu alaykum. Savolim, vitr namozida qunut duosini bilmaydigan yoki aytishga qiynaladigan odamlarga boshqa duoni o'qisa bo'ladimi? Men qunut duosini o'rniga Robbana atina yoki bo'lmasa Allohumma g'firli va li validayyani 3 marta o'qiyman. Ya 3 marta o'qisa bo'ladi deb eshitganman dedilar. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Vitr namozida qunut duosini o'qish vojibda. Inson to o'rganib olguncha shunaqa o'zi bilgan duolar o'qib turadi, lekin o'rganib olish kerak. Harakat qilib yodlab olish kerak. 3-4 qator narsa ko'p o'qib yodlab olish kerak tezlik bilan.
Rahmat ustoz. Keyingi savol. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. O'smirlik yoshidagi qizman. Ota-onam tug'ilganimda ajrashishgan. Bundan 3 yil oldin onam ikkinchi turmush qilganlar. Onamning ikkinchi turmushidan 2 singlim va 1 ukam bo'ldi. Men buvim bilan yashayman. Ba'zilarda buvimni xafa qilib qo'yaman. Buvimni xafa qilsam, buvimdan ham oq bo'lib qolamanmi debdilar. Alloh tavfiq bersin. O'sha nima deydi, xafa qilmaslikka harakat qiling. Yoshi katta bo'lib qolgandan keyin injiq bo'lib qoladi odam. Ayniqsa sizga xizmatlar sinibdi o'sha ya'ni o'sha olib qarayotgan ekanlar, boshqa qilayotgan ekan. Ya'ni savoldan shu ma'lum bo'lib turibdi-da, birga turaman deyaptilar-ku. Shunday. Ya'ni o'shuning uchun ranjitmaslik kerak. Duolarni oling, xizmatlarni qiling. Alloh asrasin. O'sha ulamolar aytgan dedim-ku, ya'ni o'sha ota-onaga qanday xizmat qilish kerak bo'lsa, bobosi, buvisiga ham shunaqa qilish kerak deb aytishadi. Shunday. Rahmat ustoz. Keyingi savol. Assalomu alaykum. Mening ismim Alim. Yaqinda bir tanishim bandaga bu ismni qo'yish joiz emas dedi. Iltimos shunga javob bersangiz, agar haqiqatan ham joiz bo'lmasa, ismimni o'zgartirishim kerakmi debdi. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Qur'oni Karimda Alloh taoloni Alim deyiladi. Alimun bi zati sudur va huwa bi kulli shay'in alim deyiladi. O'sha ma'noda aytayotgan bo'lsa kerak-da. Ba'zi bir ismlar bor. Ya'ni Alloh taologa ham ishlatilgan, bandaga ham ishlatilgan. Masalan, Ali Alloh taoloning ismlaridan biri va huval aliyul azim. Azim degan ismi bor Allohning. Yana boshqa ismlar ham bor. Rahim bor masalan. Lekin shu ismlarni aynan insonlarga ham ishlatilgan. Bi g'ulamin alim deb aytiladi masalan. Nimaga Ibrohim alayhisolamga bashorat berganda sizga bir ilmlik farzand deb. Alim degani ilmli degani. Alloh taologa ishlatilayotgan vaqtida bandaga ishlatilgan ma'noda ishlatilmaydi-da. Masalan, alim degani biluvchi degani, olim degani ham biluvchi degani. Albatta insonning ilmi Alloh taoloning ilmi bilan bir xil bo'lmaydi-ku. Hech kim e'tiqod qilmaydi bir kishini olim deb ismlasa ismini, ya'ni albatta shu odamning ilmi Allohning ilmi bilan teng degan e'tiqod bo'lmaydi-ku. Shunday. O'shuning uchun buni zarari yo'q. Bo'laveradi. Zarari yo'q. O'zgartirish kerak emas. Yo'q. Rahmat ustoz. Alloh taoloning o'ziga maxsus ismlari bor. Rahmon masalan. Rahmon bo'lmaydi. Abdurahmon deyish kerak. Shu Alloh ismi Abdulloh deyish kerak. Shunday. Keyingi savol. Assalomu alaykum ustoz. Men hali uylanmaganman, lekin oilasi bilan ajrashgan bitta farzandi bor ayolga uylanmoqchiman. Lekin ota-onamga qanday tushuntirishni bilmayapman. Qiynalgan oila, ota-onasi o'tib ketishgan. Nima qilay, maslahat bering. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. O'sha ota-onani aytgani kiravering. Eng to'g'risi o'sha. Ota-onani rozi qilavering. Ota-ona omonat, ayol topiladi. Siz o'sha qaysi nimaga uylantirsa, ehtimol yana imkoniyatingiz bo'lar, boshqa bo'lar, uni ham olarsiz, lekin o'sha ota-ona aytganiga kiring. O'shalar bilan maslahat qilib qilganingiz yaxshi. Haligi bir inson yaqinda o'tdi, bu Xulosiymi, yo'q, nomini adashtirdim. Bir yozuvchi bor, turklar yozuvchisi. Ya'ni men deydi, uylanayotganimda 250 yillik tajriba bilan uylanganman. Deydi-da, o'sha 5 ta 6 ta odam qatnashgan ekan, har birining yoshi o'sha 50 dan 60 dan o'tgan yoki 50 yil umr turmush ko'rgan insonlar. O'shalar tajribasi bilan nima qildim deydi. O'sha ota-ona bilishadi. O'shuning uchun shularga ma'qul bo'lgan olganingiz yaxshi. Ya'ni savolga qaraganda hali ota-onasiga aytmagan. Ya'ni albatta. Yo'q, aytish kerak albatta. Aytib maslahat bilan qilingani yaxshi-da. Shunday. Rahmat ustoz. Keyingi savol. YouTube'da ayol yoki qizlar bilan gaplashsa bo'ladimi? Ularni yaxshilikka chaqirish uchun debdilar. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Yakka bo'lmaydi. O'sha umumiy tarzda yozib qo'yilsa bo'ladi. Ya'ni yoki o'sha bo'layotgan maviza shunaqalarda nimasini, adresini, linkini tashlab qo'yish kerak. Bevosita gaplashish fitnaga olib boradi. Ayollar da'vat qilsin, erkaklar da'vat qilavering siz. Erkaklar da'vat qilsa yaxshi bo'ladi. Rahmat ustoz. Keyingi savol. Assalomu alaykum. Nima uchun juma namozida 4 rakat sunnatdan so'ng yana azon aytiladi? Javob uchun oldindan rahmat debdi. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Juma namozining azoni o'zi o'sha ikkinchi azon bo'lgan. Rasululloh davrlarida ikkinchi azon bo'lgan. O'sha 4 rakat sunnat o'qilgandan keyin imom o'sha nimaga chiqqanda, xutba o'qish uchun chiqqanda, minbarga chiqqan vaqtida Rasulullohning oldilarida aytilardi. Undan keyin odamlar ko'paygandan keyin o'sha bozorda bir Usmon roziyallohu anhu davrlarida
bozorda ham bitta ozon aytirganlar o'sha ogohlantirish uchun. O'shaning uchun Usmon roziyallohu anhuning nimalari bu? Buni olinadi ya'ni. Sunnatlar. Sunnatlar, Xulafoi roshidlar sunnatini olinglar deganlar-da payg'ambarimiz. O'shaning uchun ikkita ozon. Buni zarari yo'q, ya'ni shuning uchun. Tushunarli ustoz, rahmat. Keyingi savol, bir masalada yordamingiz kerak. Allohga qasam ichib nomahram ayollarga qaramayman degan edim. Lekin ayrim paytlarda ko'zim tushib qolyapti. Nima qilay? Iltimos maslahat bering deb. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taoloning buyruqlarini so'zsiz bajarishimiz kerak. Alloh taolo qaytargan, taqiqlagan ishlardan to'xtashimiz kerak. Bu shart. Inson o'zini o'sha nima deydi? O'sha qasamdan boshqa bir jazo bilan nima qilsa bo'ladi-ku. Eski ulamolar o'sha roza tutishardi masalan, o'zini bir gunohdan qaytarmoqchi bo'lsa roza tutishardi yoki bir narsa ehson qilishardi. Shunaqa bilan tezlasa ham bo'ladi inson o'zini. Qasamni nimasi hurmati bor. Alloh nomiga ichilgan qasamni hurmati borda, shuning uchun unga beparvo qarab bo'lmaydi. Qasamni buzgan odam bir narsa gapirmayman, qaramayman deb o'sha ishni qilib qo'ysa, qasamni kafforatini to'lash kerak. Qasamni kafforati nima? O'sha 10 ta miskinga ovqat berasiz. 10 ta miskinga bir mahal qorni to'ydiriladi yoki 10 ta miskinga kiyim berish kerak. Kiyim degani tepa-past kiyim berish kerak. Undan keyin bitta qul ozod qilish kerak yoki uchovisidan bittasi. Xohlasalar 10 ta odamni ovqatlantirsinlar, 10 ta miskinga ho birdan ho bo'lib farqi yo'q. Yoki o'sha 10 tasiga kiyim berish kerak yoki bitta qul ozod qilish kerak. Bu uchovisi ixtiyor. Uchovisiga ham qurbi yetmaydigan odam bo'lsa, keyin 3 kun roza tutadi. Qasamga ehtiyot bo'lish kerak. Alloh nomi bilan qasam ichish oson narsa emas. Rahmat ustoz.